Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga konteynerda materiallarni oldingi videolarda ham ko'rsatganman. Mana bu konteynerda o'zining 6x6 profili mana 4 stenka bo'ladi, 3-7 shunaqa chiqib qoladi har xil. Shundan qo'shqorimizni ko'rsatgan edim. Endi bunda hozir mana bu firmamiz bo'lsa to'sinkiraydigan holatdagisi, ya'ni hozir bu yerdan bu yergacha 35 sm, bu yerdan bu yergacha 40lik. O'sha 40 sm qilib tayyorlangan mana to'sinkiraydigan holatda hozir mana bor bo'yi firmamiz, ya'ni 11.70. Konteynerda o'sha materialni uzunligida tayyor bo'lyapti, kesilmagan. Endi sizlarga buni hozir ko'rsatib beraman. To'sinkiraydigan joyi. Bu yerdan bu yergacha to'sinkiradi. Ikkala tomondan ham bemalol qo'ysa bo'laveradi. Qadrdonlar, har 80 sm ga qo'yib chiqilgan. Mana joyimiz 20 ochilgan. Bu yerga to'sin qo'yiladi. Akalar, buni ko'proq shu darvozaxonalarga, ikki tomondan to'sin keladigan joylarga bemalol o'rnatsa bo'ladi. Mana anchagina baquvvat chiqqan konteynerda o'zining materialdan mana kesaklar qo'yilgan. Hozirgi kunda qadrdonlar bularni 1 metri 380 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Ya'ni o'sha yakkali firmani 190 ming so'm desak, 2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni o'sha 2 ga ko'paytirilgan holatida 4 talik qilyapmiz. 280 ming so'mga butun cho'kyoq firmamiz. Svarkalarni ham ko'rsatib beraman. Svarkalari ham ajoyib holatda bo'lgan. Yakkali firmalar ham bor, akalar, qadrdonlar. Kimga agar shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Endi bularimizni hozirgi kunda 30 lik qilsa ham bo'ladi, kichkinaroq qilib yasasa ham bo'ladi. Bundan kattaroq qilib yasasa ham bo'ladi. Endi hozir bu egalari shunaqa razmerda zakaz qilishgan, shuning uchun bundan ko'rsatib qo'yapman. Mana bor ko'rinishi. Firmani qo'shilgan holatdagi hozir 190 mingdan Dubaynoy 380 ming bo'lsa, mana bu yakkali holatidagi firma, ya'ni yakkali. Mana shu firmamiz choki bor firma. Hozir bu 180 ming so'mga tayyor bo'ladi, choki borligidan hisobiga. Bu ham o'sha 40lik firmamiz. Bular tepadagilari 170 minglik sabab choki ko'proq mana tepasida. Faqat pasti butun bo'ladi, hammasi bir xil bo'ladi. Qadrdonlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib to'qsalar bo'laveradi. Pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Mana buyimiz mana kichikroq 30 ligimiz. Bu yerdan bu yergacha 30 lik. Kichkina firma. Bu ham butun hozirgi kunda 180 ming so'mdan metaldan qilib berishyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar kanal rivoji uchun. Albatta firmamizni ko'tarishiga inshaalloh kafolat beramiz. Hozirgi kunda shu 11.70 holatida 10 metr, eng uzog'i 15 metrgacha qilib berganmiz beziston holatda. Qadrdonlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammalaringga rahmat. Metal biznes qo'llab-quvvatlatinglar.